milliard daraxt bor yer yuzida. Va undan ham ko'proq barglari bor. Ana shu barglarni har bittasini tevaga ko'tarilib shabadada pastga tushishini, qaysi tomonga egilishini, qaysi tomonga qimirlashini Alloh kuzatib turadi. Dengizda son sanoqsiz to'lqinlari qayoqqa ko'tarilib qayerga urildi, nechta ko'pik chiqdi, toshga borgani qancha, yetmasdan uchib qolgani qancha, buni ham kuzatib turadi. Sahroda siz bilan bizni kalkulyatorlarimizga sig'maydigan darajada katta miqdorda qum donalari bor. Bir qoshiq devzira guruchda 1200 dona bo'ladi. Xom. Yo'q, guruch ko'zingizga ko'rinadi, qo'lingizga ushlab ko'rsangiz bo'ladi. Shu guruchdan 1200 ta yoki 1,5 ta sig'sa bir qoshiqqa. Endi bir qoshiq qum qancha bo'ladi? Sanoq. 1 yil sanasangiz kerak pinsetda olib. Lupani taqib olgansiz bitta, ikkita, shu domla aytib ko'rmagan ekan, shu bir qoshiq qumda ham qancha bo'lishini. Bir hovuch qumda qancha dona bor? Bir paqir qumda qancha dona bor? Zarra. Bir arava qumda qancha bor? Umringizni oxirigacha sanaysiz agar bir arava qum to'kib qo'ysa.